Real Madridga kelgan Carlos Espi o'zi kim? Nima uchun Madrid u uchun 25 million yevro sarfladi? Espi 21 yoshli, salkam 2 metr bo'yiga ega markaziy hujumchi. U klassik 9-raqam bo'lib, havodagi ustunligi, jarima maydonida to'g'ri pozitsiya tanlashi va yuqori pressingi bilan ajralib turadi. U o'tgan mavsum La Liganing 23 yoshgacha bo'lgan eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Ispaniyalik o'tgan mavsumda 27 ta o'yinda 13 ta gol urdi va Levantening elitida qolishida asosiy futbolchilardan biri bo'lib qoldi. Umuman olganda esa 66 ta uchrashuvda 20 ta gol yomon emas. Real Madrid Gonzalo Garcia'ni sotgandan so'ng uning o'rniga aynan Espini olib keldi. Statistikaga qarasak, u 23 yoshgacha bo'lgan hujumchilar orasida har 90 daqiqadagi gollar, bosh bilan urilgan gollar va zarbalar soni bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkichga ega. Shu sababli Madrid uning 25 million yevrolik tovon pulini hech qanday muzokarasiz to'lab berdi. Xo'sh, siz Espidan nimalarni kutyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Eng qiziqarli ma'lumotlar profilimda. Obuna bo'ling.